6 yanvar 2026-yil kuni soat 19:05 o'tganda Milliy telekanalida Adashgan gul. 5 kunlik dunyo serialining ikkinchi qismi namoyish etiladi va aynan shu epizoddan boshlab voqealar yanada mazmunli va chuqur tus ola boshlaydi. Birinchi daqiqalardanoq syujetning jiddiylashgani va hissiy kuchi seziladi. Menga serialning hayotiy falsafaga tayanib qurilgani yoqadi. Inson tanlovi, vaqtning qadrini anglash va ichki kechinmalar juda nozik tarzda ko'rsatilgan. Ikkinchi qismda qahramonlar yanada ochiladi, ularning har bir qarori tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Aktyorlar ijrosi tabiiy va ishonarli, dialoglar esa samimiy eshitiladi. Vizual yechimlar ham serial ruhiga mos kelib, sahnalarning ta'sirini kuchaytiradi. Har bir kadr umumiy manzarani boyitib, voqealarning ichiga tortadi. Adashgan gul. 5 kunlik dunyo asta-sekin o'z tomoshabinini topayotgan, mazmunli va puxta ishlangan serial sifatida namoyon bo'lmoqda. Ikkinchi qismdan so'ng keyingi voqealarni kutish istagi yanada kuchayadi va loyiha ijobiy taassurot qoldiradi.